Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilar. Navbatdagi taomimizni boshladik. O'g'irlarni ko'tarib, tarafida shartnoma konvertlarni nazardan chiqarib oldik. 9-etaj. Hamma narsasi bitta sasnadan bo'lyapti. O'g'irlarimiz o'nga burusdan, stoykalarimiz ham o'nga degan. Straplarimiz 15-5likdan. Straplarimiz 15-5likdan bo'lyapti. Uzunasi 6 metrlik. Tog'imiz bir taraf paymog'i 8,5 metr. Rekalarimiz 5-5, oralarni 35 dan olyapmiz. Inshaalloh o'sha rekalarni ham qilib bo'ladi. Rekalar orasini 25 dan qildik. Instagramda tanlovlarda ham choylarni metiga xush kelyapti. Bu yoqda mana bolalar rosa maza qilib cho'milyapti. Biz ham bittadan tashlab chiqdik. Suvga gap bo'lishi mumkin emas. Mana unda xolaslar nihoyat bo'ldik. Qorlarimizni 10 ga 10likdan qilganmiz, ustollarimiz ham 10 ga 10lik, tovonlarimiz ham 10 ga 10 dan bo'lgan. Straplarimiz 5 ga 15lik, to'la rasmi, rekalar 5 ga 5. Общий kvadrati taxminan 1180 megan chiqdi. Obyektimiz kvadrati. Mana bu shatronimiz bor, endi u. Mana bu tarafi konvert. Mana ikkita bino oraligiga to'sin berib qo'ydik. Abdelga qo'ygandan keyin panel qoqib qo'yiladi. Xohlasa ishlar go'zal chiqdi. Xohlasa mana tomlarimiz, kanyonlarini, korpus ishlarini qo'yib qo'ydik. Bu yerda lift bor bu yerda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. 6 ta mana undan qo'yganmiz, 3 burchagimizda. Havo aylanib turganiga, tomni ichiga. Mana bu tarafimizda ham bitta liftimiz bor. Mana yerda shatron yennovamiz bor. Bu og'riq tunikadan ishlatilgan. Rangli keyinchalik rangi o'chib, zanglash ehtimoli kattaligi. Shunga og'riq tunik ishlatganmiz edik. Qolgan yerlar hammasi mokriy asfalt, glyansli tunikalar ishlatilgan. Quyosh panellarimiz ham o'rnatilyapti, xudo xolasa. Suv stadionlar qo'yiladi. Ular ham pastda korobkada, pakovkada turib top kelib qo'yilgan. Eski domida bor ekan mana. Aristonlar. Bu yerga ham o'rnatiladi, xudo xolasa. Liftlarga ham svet o'chib qolsa, qo'qqisdan shu quyosh paneldan chiqqan tok bilan foydalanib turiladi. Agar kimga ishlarimiz yoqqanimizda bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, kanalimizga xizmat olsa aloqaga chiqaverasizlar.